Qur'onda payg'ambarlar va qissalari. Qur'on qissalarida payg'ambarlar insoniyatning har jihatdan alohida shaxsiyatlari bo'lib taqdim qilinadi. Bular shaxsiy tirishchanlik bilan emas, ilohiy tayin bilan tanlanadi. Bu haqda Qur'onda mundaq deydi: Ularni tanladik, ularni to'g'ri yo'lga yetakladik. Alloh farishtalardanmi payg'ambarlarga vahiy yetkazish uchun elchilarni tanlaydi. Allah haqiqatan bandalarning so'zlarini anglab turg'uchidir. Qilmishlarini ko'rib turg'uchidir. Qur'onda har payg'ambarlarning bir-biriga o'xshamagan farzandlari oyatlar bilan bayon qilingan bo'lib, bu oyatlardan bir qanchasi Allah İbrahimni do'st tutdi. Biz Ayyubni haqiqatan sabrchan bayqidik. U nima degan obdan banda? Haqiqatan u Allohga tavba bilan yuzlanguchidir. İbadetde kuchlik, dinda basiratlik bandalarimiz İbrahim, İshaq va Yoqubni asligin. Ularni biz pok xislatlik, oxiratni aslab turadigan samimiy kishilar qildik. Ular bizning dargohimizda haqiqatan alohida tanlangan kishilardir. Haqiqatan yaxshi kishilardir. İsmoilni, İlyasni va Zulkifilni asligin. Ularning hammasi yaxshilardandir. Kitobda, ya'ni Qur'onda Musa qissasini bayon qilgan. Shubhisizki, u Alloh ibodatiga xos qilgan ham rasul, ya'ni elchi, ham payg'ambar edi. Uningga biz Turtig'ining o'ng tarafidan nido qildik. Uni biz munojat uchun dargohimizga yaqinlashtirdik. Uningga biz marhamat qilib qarindishi Harunni payg'ambar qilib berdik. Ey Muhammad, kitobda, ya'ni Qur'onda İsmoilning qissasini bayon qilgan. U haqiqatan va'dasida rostchil, ham rasul, ham payg'ambar edi. U oilasidagilarni namoz o'qishga buyurdi. Parvardigorining dargohida uning roziligiga erishgan edi. Kitobda, ya'ni Qur'onda İdris qissasini bayon qilgan. U haqiqatan rostchil payg'ambar edi. Uni biz yuqori o'ringa ko'tardik. Alloh taolaning Habibim deb atagan payg'ambar alayhissalom butkul payg'ambarlarning sifatini o'ziga jamlagan. Bu haqda Qur'on mundaq deydi: Ey Muhammad, seni biz butun ahli jahon uchun faqat rahmat qilib lavatdik. Payg'ambarlardagi bu tanlanish o'ziga omonat berilgan buyuk mas'uliyatni o'z ichiga oladi. Alloh taolo ularning ojiz ekanligi va o'ziga bir ulug'iyat nisbat berilmaydiganligini bildirib mundaq deydi: Biz albatta payg'ambar avatilgan ummatlardan payg'ambarlar tabliq qildimi? Sizlar qandoq javob berdinglar deb so'raymiz. Payg'ambarlardanmi albatta Alloh topshirgan vazifani ado qildinglarmi deb so'raymiz. Oyatda deyilganidek payg'ambarlar ilohiy kapolat ostida bo'lsa-mu, ulardanmi tabliğidagi darajasiga qarab savol qilinadi. Bir rivoyatda Sulaymon alayhisalomning o'ziga berilgan mol dunyosining ko'pligining hisobini berish tufaylidan boshqa payg'ambarlarga qaraganda jannatga keyin kirdiganligi naql qilingan. Payg'ambarlardan boshqa har qanday bir kishi uchun kapolat yo'q. Banda uchun ma'naviy holda o'zidan ustun bo'lganlarga qarab ko'ngil dunyosini takomillashtirish, moddiy holatda o'zidan tuvandikilarning ahvolidan ibrat ilib, shukron tuyg'usida hayotini davomlashtirishga g'ayrat ko'rsatish kerak. Hadis sharifda sizlardan biri mol va yaratilish jihatdan o'zidan ustun bo'lganini ko'rganida nazarini shu zamon o'zidan tuvan bo'lganiga o'rsin deyilgan. Payg'ambar alayhisalomga xitoban va Iso alayhisalomning shaxsiyatida butkul payg'ambarlarga oid savol-so'roqni bildirgan boshqa oyatlar munolar. Alloh qiyomat kuni payg'ambarlarni yig'ib, qavminglarni iymonga da'vat qilganinglarda qanday javobga ega bo'ldinglar deb so'raydi. Ular: "Sening bilginingga selishtirganda biz hech narsa bilmaymiz. Sen g'ayiblarni noit obdan bilasan" deydi. Agar u bizning nomimizdan yolg'onni to'qiydigan bo'lsa, albatta uni qudratimiz bilan jazolaydik. Ondan uni asosiy qizil tomirini kesib tashlaydik. Sizlardan hech bir odam uni qo'dab qololmaydi. Biz har bir ummatdan
bir guvohchini keltirgan va ey Muhammad, seni bularga, ya'ni ummatning ichidagi iymonsizlarga va gunohkorlarga guvohchi qilib keltirgan chig'imizda ularning holi qandoq bo'ladi? Kafirlar va payg'ambarga osiylik qilganlar u kunda ular qiyomatning dahshatini ko'rganligidan yer bilan to'p-to'z qilib etilishini, ya'ni yerga ko'milib tuproqqa aylanib ketishni orzu qiladi. Ularning hamma a'zosi guvoh bo'lganligidan Allohdan hech bir so'zni yushira olmaydi. Ibn Mas'ud bir kuni payg'ambar alayhissalomning talabiga asosan Nisa surasini o'qiganida biz har bir ummatdan bir guvohchini keltirgan va ey Muhammad, seni bularga, ya'ni ummatning ichidagi iymonsizlarga va gunohkorlarga guvohchi qilib keltirgan chig'imizda ularning holi qandoq bo'ladi? Mazmundagi 41-oyatga kelganda faxriy koinotning g'o'jisi payg'ambar alayhissalom 42-oyatdagi ifodalarini tanshashqa bardoshlik berolmay, hozircha kifoya deb tilovatini to'xtatib, Alloh taoloning qudrati oldida yig'lagan. Qur'onning muqaddasligi va payg'ambar alayhissalomning fazilati. Yuqoridagi oyatda payg'ambarlikning og'ir mas'uliyati bilan birga payg'ambar alayhissalom ilib kelgan kalamullohning butunlay vahiyga tayanganligi ifodalandi. Bu haqiqatan muqaddas kitobda mundaq bayon qilinadi. Bu kitobda, ya'ni Qur'onda hech shak yo'q. U taqvodorlarga yetakchidir. Shubhisizki, bu kitobning Alloh tarafidan nozil bo'lishi, uning azamati ilohiysiga qaraganda bir mukammallikni shart qildi. Bu mukammallikni kapolatga ega qilgan xususiyatlardan biri Qur'onning mo'jizaligidir. Uning asosli xususiyatlaridan yana biri dunyo oxiratda insonning baxt saodatini qo'lga keltirishidan iborat. Bu oxirgi ilohiy kalom Muhammad alayhissalomga qiyomatga qadar davomlashadigan eng buyuk mo'jiza bo'lib berilgan. Chunki har bir payg'ambarga o'z zamonida o'tadigan kasbga qarab payg'ambarlik davosini isbotlaydigan bir qism mo'jizalar berilgan. İnsaniyet taxtining favqulodda ustida bo'lgan bu ilohiy mo'jizalarni ko'rib, ko'nglida hidoyat nur bo'lganlar payg'ambarlarga sen Allohning haqiqiy elchisi deb tasdiqlagan. Hidoyatdan mahrum qolgan badbaxtlar sen faqat bir sehrgarsan deb inkor qilgan. Buning bilan payg'ambarlarni qabul qilgan va qabul qilmaganlarmo favqulodda hodisa bo'lgan mo'jizalarni tasdiqlashga majbur qilgan. Payg'ambar alayhissalom oyni ikkiga yarg'anida bu buyuk mo'jizani butun Makka xalqi ko'rgan bo'lib, faqat tasdiq va inkor shakli qalbiy hukmlarga qarata jarayon qilgan. Musa alayhissalomga mo'jiza bo'lib berilgan hasa cho'ng bir ajdarhoga aylanib, Bani Isroil orasida rivojlangan sehrgarlikning e'tiborini yo'qotgan. Isa alayhissalomga meditsina ilmi tegi yetolmagan o'likni tirildirish mo'jizasi berilib, butkul meditsina dunyosini ojiz qoldirgan. Payg'ambarimiz she'r va balog'atning oltin davrida dunyoga keldi. Ukaz, zulm majoz, majanniga o'xshash yerlarda yilda bir qatim she'r musobaqasi o'tkaziladi. Bu yerda zamonning adib shoirlari bir-biri bilan musobaqaga tushadi. Birinchilikka erishgan asarlar yipak raqlarga yezilib Ka'baning temiga islatdi. Bu shaklda payg'ambar alayhissalomgacha Ka'baning temiga 7 shoirning she'ri isilgan bo'lib, bularga 7 muallaq, muallaqatus sab'a deyilgan. Lekin Qur'on Karimning ustun balog'at va xitobati oldida asrlardan beri an'an holatida davomlashib kelayotgan bu adabiyot ko'rgazmasi tarix betidan yo'qolishga qarab yuz tutgan. Shuningdan keyin hech bir shoir utuqqa erishgan she'rini Ka'baning temiga isishga jur'at qila olmagan. Bu holatda eng kuchli notiqlarini ojiz qoldirgan payg'ambar alayhissalomning nabuvat, ya'ni payg'ambarlik qudrati qiyomatga qadar butun makon, zamonlarni o'z ichiga olganligi uchun u burunqi payg'ambarlikdagi salohiyat, talant va mo'jizalarning ustida buning bilan birlikda odatdagi insonlarga doimiy o'rnak bo'lish zaruriyati bilan ko'pincha vaqtlarda hukmini insoniy sifat bilan amaliylashtirgan. Bu yerda shuni ifodalash kerakki,
Payg'ambar alayhissalomdan boshqa butkul payg'ambarlarning vazifasi ma'lum bir zamon va makon bilan cheklik edi. Bu sababdan ulardan bizga yetarlik muomalat to'plami yetib kelmagan. Halbuki payg'ambar alayhissalomning vazifasi qiyomatgacha butun zamon va makonlarni o'z ichiga olganligi uchun uning muomala ish harakatlari eng kichik ishlarga qadar tafsiliy sahih rivoyatlar bilan kunimizgacha yetib keldi va qiyomatgacha davomlashadi. Payg'ambar alayhissalomning olamshumul risolati Qur'on Karimda mundaq bayon qilinadi. Ey Muhammad, aytqinki, ey insonlar, men haqiqatan sizlarning hammanglarga Alloh tarafidan avatilgan elchiman. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Allah tirildirdi va o'ltirdi. Allohga va Allohning so'zlariga iymon keltiradigan elchisi, ummi, payg'ambarga iymon keltiringlar. Hidoyat tepishinglar uchun uningga agishinglar. Seni biz faqat butun insonlar uchun mu'minlarga jannat bilan xush xabar berguchi va kofirlarni azob bilan ogohlantirguchi qilib avatdiq. Lekin insonlarning to'lisi buni bilmaydi. Bütün jahon ahlini Allohning azobidan ogohlantirguchi bo'lish uchun bandasiga, ya'ni Muhammad alayhisalomga haq bilan botilni ayirguchi Qur'onni nozil qilgan Allohning barkati buyukdir. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Allohning bolasi yo'qdir. Podshohlikda sherikmi yo'qdir. Alloh hamma narsani yaratdi. Ondan o'zining xohishi bo'yicha uningga munosib o'lchamni belgiladi. Buning sababi uningga xos qilingan oxir zamonning butun insonlarga uning bir usavai hasana, ya'ni mukammal o'rnak bo'lishini ta'minlash ilohiy irodadir. Bu ilohiy irodani tajalli qildirish uchun payg'ambar alayhissalomga bir qism mo'jizalar berildi. Bu mo'jizalarning g'oyasi insonlar jamiyatini o'ziga jalb qilib, ularning payg'ambarga itoat qilishini qo'lga keltirishdan iborat edi. Buning uchun jamiyatdagi mo'tabar va e'tiborli kishilarning itoatini kapolatga ega qilish uchun payg'ambar alayhissalomga butun bir mo'jizalarning yanida ulardan texmu ustun bo'lgan mo'jizlikda kamolatga yetgan Qur'on Karimdan iborat bu mo'jizani berdi. Mo'jizalar payg'ambarlardan sodir bo'lgan bo'lsa-mu, insonlarni o'ziga jalb qilish e'tibori bilan ilib etganda payg'ambar alayhissalomga berilgan Qur'on Karim mo'jizasi insonlar jamiyatini o'ziga qaratish jihatda ta'sir kuchi borligi jihatdan Qur'on Karimning ijoziy tangdossiz bir mo'jizadir. Bu sababdan ilohiy bir kitob bo'lib, faqat abadiy bir mash'alga o'xshash payg'ambar alayhissalomning qo'li bilan insoniyatga taqdim qilingan Qur'on Karimning ijoziy balog'at, fasoatdan xabar bo'lgan asri saodat insonlarning payg'ambar alayhissalomga itoat qilish uchun zamin tayyorlagan asosiy omili bo'ldi. Bo'libmi Umar raziyallohu anhu iymon etishdan burun bu abadiy saodat quyoshini o'chirishdan iborat qabih g'oya bilan yo'lga chiqqanida tasoddifiy tanshab qolgan Qur'on oyati uni bir qutubdan boshqa bir qutubga etib, chaqmoq tezligida hidoyatga erishtirdi. Mashhur shoir va adib Imrul Qaysning qizi Qur'on Karimdan qisqa bir oyat tanshab hayron qolgan holda mundaq dedi: "Bu bir inson so'zi emas. Dunyoda mundaq bir so'z mavjud bo'lsa, dadamning she'ri Kabening temida isig'liq yeridan elvitilsin. Berib uni yeridan elib o'rniga bu oyatlarni esish kerak" deyishga majbur qilishi bu ilohiy haqiqatning tipik misolidan biridir. Qur'onning muqaddasligi oldida mushriklarmi uni tingshig'inida qattiq ta'sirlanib, iymon etish tuyg'usi paydo bo'lgan. Bu sababdan varang-churang qilib Qur'onni tingshashdan o'zini qochirgan. Bu haqiqat Qur'on Karimda mundaq bayon qilinadi: "Kofirlar, bu Qur'onga quloq solmanglar, uni ilashtirib etinglar. Sizlar g'alaba qilishinglar mumkin", deydi. Ba'zi mushriklar shundaqdimi maxfiy Qur'on tingshaydi. Abu Jahlga o'xshash ashaddiy mushriklarmi
tamning orqasida turib Qur'onni maxfiy tinglab ishonmagan bo'lsa-mu, ta'sirlanib ketadi. Lekin inkordagi johillik tufaylidan bir-birini Qur'on tinglashayotganida ko'rganida kechishatdi. Qur'on Karim qurg'uchidir. U insonlarning ichki dunyosiga ta'sir ko'rsatib, imonsizlikning qorong'uligidagi insonlarning koinot, hayot va inson haqidagi tushunchisini o'zgartib, insoniyatning eng buyuk inqilobini g'albiga erishtirdi. Jahiliyat xalqining hidoyatga erishishi buning ochiq misolidir. Qur'on Karim muqaddas ilohiy kalam bo'lib, hayvonlarga mu ta'sir ko'rsatdi. Bu haqda Usayd ibn Hudayr raziyallohu anhu mundaq deydi. Bir kecha Baqara surasini o'qiyotdim. Itim bog'langan holatda yonimda edi. Bir vaqtda itim kishnashga boshladi. O'qishni to'xtatdim. Ot jim bo'ldi. Qayta o'qishga boshladim. Ot yana kishnashga boshladi. Hatto o'g'lim Yahyoni otning ezib etishidan andisha qilib yonimga oldim. U asnoda yuqoriga qaragan edim. Ustimda chiroq o'xshaydigan bir narsalar ko'rdim. Keyin ular osmonga o'rilib ko'zdan g'oyib bo'ldi. Tong atqanda vaqani payg'ambar alayhisalomga aytganimda, payg'ambar alayhisalom o'qi ey Usayd, o'qi deyish bilan birga ey Usayd, u ko'rganlaringning nima ekanligini bilamsan deb so'radi. Bilmayman dedim. Payg'ambar alayhisalom, ular Qur'on tilovatingni tingshig'ili kelgan farishtalardir. Agar o'qishni davomlashtirgan bo'lsang, tong atqicha tingshigan bo'ladi. U farishtalar insonlarga maxfiy qolmaydi. İnsanlarmı ularni ko'raligan bo'ladi, dedi. Qur'on Karimning butkul maxluqotni o'z ichiga olgan ta'siri, sehri kuchning hikmati, nabuvan halqisining oxirgi payg'ambari bo'lgan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam bilan oxirlashgan va buningdan keyingi butun zamon, makonlar uningga oid bo'lgan jihat, ya'ni tarif bilan payg'ambar alayhisalomga voqi bo'lgan vahiyning komil sistemasini tashkil qiladi. Ya'ni bu oxirgi ilohiy kitobning qiyomatga qadar o'ttirg'i chiqadigan butkul masalalarga javob beraligidek haqiqatlarni o'z ichiga edishidan iborat. Qur'on Karimning ma'nosi va o'z ichiga olgan doirasi e'tibori bilan tangdossiz mo'jiza va hikmatlar to'plami bo'lishi bu aloyidlikdan maydonga kelgan. Bu ilohiy hadiya, bir hidoyat rahbari va nabuvatning to'g'riligini isbotlovchi bir ijodiy badiisi, ya'ni san'at talanti bo'lib, qiyomatga qadar davomlashadi. Qur'on Karim uslubidagi fasoat, balog'at, o'z ichiga olgan hukmlarning shoh asarligi yanada ma'nosi va doirasi bilan butun zamon, makonlarga bo'lgan xitobati orqali hech bir payg'ambarga nisb bo'lmagan bir kitobdir. Bu ustunlik uning qiyomatga qadar davomlashadiganligining va payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning mo eng ko'p ummatga ega bo'lganligining ochiq nishonidir. Qur'on Karimda har narsa ifoda, uslub, mazmun, mo'jiza, tarix, shuningdek Qur'ondagi har narsa Allohga oiddir. Oyatlarning tizilish tartibi vahiyga tayangan bo'lib, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning kichik bir amgiki yo'qdir. Qur'on Karimning uslubiga o'xshash ovoz uyg'unligi Allohga oiddir. Qur'onning vaznida eng oz bir ilgir keyinlik yoki bir harf qadar o'zgartish kirgizish bu vaziyat tartibini buzadi. Kunimiz islom olimidan biri bo'lgan Muhammad Hamdulloh Qur'on vazni haqida mundaq bir xotira naql qiladi. Musulmon bo'lgan fransiyalik bir musiqashunos bir qatimliq ko'rishishimizda Nasr surasining qiroatida Fidinillahi afwaja fasabbih deb o'qilishning musiqa jihatdan muvofiq bo'lmaydiganligini degan edi. Uning bu yerda afwaja deb turolmaydiganligini, faqat afwajan va fasabbih in va f bir-biri bilan kirishidi. Bu shaklda dan keyin f talaffuz qilinmay avval yengil bir v ning o'qildiganligini izohladim. Bu musiqashunos qarindishimiz shu hamon mundoq dedi. Iymonimni yanglayman.
Bu izohatning sayisida muzika jihatdan Qur'on Karimga hech bir e'tiroz qolmadi. Uning uyg'unligi insonni sifatlarining ustida bir o'lchamga ega. U bir inchga moslashganligini ko'rsatib beradi. Bundoq mukammal va muqaddas kitobning o'rniga davomlashib kelayotgan insoniy bir nasrining qo'yilishini kim tushuna oladi? Qur'on Karim bu aloyidligi bilan insonlarning ko'nglida favqulodda ta'sir qo'zg'agan. Arablar uni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning eg'izidan anglab, to'p-to'p bo'lib iymonga kirgan. Qur'on Karimning labzi bilan mo'jiz ekanligiga yaqin tariximizdan bir misol. Üsküdar yer osti masjidining imomi ustoz Xatib Ali Abdul Hamid Xon zamonida saroy imomi edi. Uning Islom institutidagi o'quvchilaridan Mahmad Ali Sari va İsmail Qaracham apandilarning aytib berishicha, Xatib Ali Üsküdarli Vengriya podshohi tarafidan bir hay'at bilan Vengriyaga da'vat qilindi. Har xil madaniy faoliyatlarga qatnashgandan keyin bevosita podshoh tarafidan sarayga chaqirilib, Xatib Ali Üsküdarlidan Qur'on o'qish talab qilindi. U Qur'ondan bir qancha oyat tilovat qiladi. Mahmad Ali apandining ifodasiga qaraganda, bu oyatlar nihavanat maqomida o'qiladi. Ali Üsküdarli u zamonlar yosh bir qori bo'lib, ovozi nihoyat mungluq edi. Shuning uchun uning o'qigan bu ilohiy kamoli podshohni shundoq ta'sirlantirdiki, ayoliga qarab bir narsalar degan. Bu vaqtda Qur'on Karim tilovati bilan munosabatlik nima deganligiga qiziqqan Ali Üsküdarli tarjimonga podshoh oliylari ayoliga nima dedi deb so'raydi. Tarjimon podshohning ayoliga bu tilovat qilingan kalom qandoq inson so'zi bo'lsin? İnson so'zi bu qadar ta'sirlik bo'lmas deganligini aytadi. Buningga o'xshash ta'sir kuchiga ega, aqalli va muqaddas bir mo'jiza bo'lgan Qur'on vasilasi bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ummatining boshqa ummatlardan ko'p bo'ladiganligini mundoq bayon qiladi. Avatilgan har payg'ambarga insonlarning iymon etishiga vasila bo'ladigan bir mo'jiza berildi. Manga berilgani Allah nazil qilgan Qur'on Karimdir. Bu sababdan qiyomat kuni ummatimning boshqa ummatlardan son jihatdan ko'p bo'lishini arzu qilaman. Hadis sharifda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ummatining ko'p bo'lish arzusini Qur'on Karim mo'jizasiga bog'lagan. Buning hikmati munolardan iborat. Qur'on Karim ma'lum bir zamonda bo'lib tugagan mo'jizlar bo'lmasdan, labzi va mazmun jihatdan mo'jiza bo'lib, inson aqliga xitob qiladi. Aql va ilm mavjud bo'lgan siri Qur'on oyatlari tafakkur qilinib tushuniladi. O'z ichiga olgan inchkiliklar kundan kunga o'ttirg'i chiqadi. Qur'on Karim o'z ichiga olgan ma'lumotlar ma'lum vaqt va millat bilan cheklanib qolmay, butkul zamon va insonlarni o'z ichiga oladi. Har asrda bu jihatda uning mo'jizligini qabul qilgan olimlar borliq keladi. Bu vasila bilan Alloh rasulining ummatining ko'payishi davomlashadi. Bo'libmi asrlardan keyin ilib berilgan ilmiy kashfiyotlar Qur'on Karimning mo'jizligini o'ttirg'a qo'yib, uning ilohiy kalom ekanligini isbotlaydi. İnsonning yaratilish bosqichi, koinotning sirlari, dunyo, quyosh, oyning ahvoli va buningga o'xshash nurg'unlagan fiziki, jug'rofiy, tibbiy, ijtimoiy sohalarda ilib berilgan tadqiqotlar kundan kunga bu haqiqatlarni o'ttirg'a qo'yotadi. Misol keltiradigan bo'lsak, yaqinqi zamonlarda ilm fan dunyosida tortishayotgan va mumkinligi ilmiy jihatdan qabul qilingan nurlantirish yo'li bilan narsalarni yutkash tirishchanligi davomlashyotadi. 2001-yili tunji qitim bir miqdor suv molekulaga ayrilib nurlanma yo'li bilan boshqa bir yerga yo'tkalgan. Bu ilmiy tadqiqotni 15 asr burun bundaq bir narsaning maydonga kelishini tasavvur qilishmi mumkin bo'lmagan bir davrda Qur'on Karim ochiq bildirgan. Naml surasining 40-oyatida Balqisning taxtining 2000 kilometrlik yo'ldan ko'zni yumib ochqichilik bo'lgan qisqa vaqtda keltiradiganligi bayon qilinadi. Bu sababdan Hazrati Mavlanoning Qur'on Karimga doir
shu so'zlari kundan kunga yaxshi tushunilyotidi. Qur'on Karimning zohirini rang bilan bir o'qi yezish mumkin. O'z ichiga olgan sirlarini ifodalashga sohilsiz dengizlar rang, zimindagi butkul daraxtlar qalam bo'lsa, yana kifoya bo'lmaydi. Alloh taolo Qur'on Karimning o'qishini vujudga keltirish jihatda qiyomatga qadar keladigan butkul insi jin olamiga jang e'lon qiladi. Qur'on suralarining o'qishini barliqqa keltirish jihatdagi bu ilohiy jang talabi u kundan beri javobsiz qoldi. Bu haqda Alloh taolo mundaq deydi: aytqinki, agar insonlar, jinlar Qur'onning o'qishini maydonga keltirish uchun yig'ilib bir-biriga yordamlashgan taqdirdami, uning o'qishini maydonga keltira olmaydi. Alloh taolo bu do'yilning chek-chegarasini 10 surga qadar qisqartgan bo'lsa-mu, yana insonlar uning bir o'qishini maydonga keltirishga ojiz qoldi. Bu haqda Qur'on Karim mundaq deydi: ular Qur'onni Muhammad o'zi ijod qilgan deyishamdi. Aytqinki, bu so'zinglarda rostchil bo'linglar. Allohdan g'ayri chaqira oladiganligi kishilarni yordamga chaqirib, fasohat va balog'at jihatdan Qur'ondagiga o'xshaydigan 10 so'z ijod qilib beqinglar. Alloh taolo Qur'onning bu do'yilning chek-chegarasini oxirida bir surga qadar tushirib, insonning ojizligi va Qur'on ilohiy kalom ekanligidan iborat bu haqiqatni bayon qiladi. Bu haqda Alloh taolo mundaq deydi: bandimiz Muhammadga biz nozil qilgan Qur'ondan shakllansanglar, Qur'onga o'xshash biror surani maydonga chiqarib beqinglar. Qur'onga ta'arruz qilishda Allohdan boshqa yordamchilarning hammasini yordamga chaqiringlar. Qur'on insonning so'zi degan gapinglarda rostchil bo'lsanglar, agar mundaq qila olsanglar, hargizmi qilolmaysizlar. Kofirlar uchun tayyorlangan inson va toshlar yiqilg'i bo'lgan dovzaxdan saqlaninglar. Hazrati Mavlana Qur'on Karimning pok qalb bilan o'qilishining ahamiyati haqida to'xtalib, Qur'on Karim pok qalb bilan o'qilganida hikmat sirlarining ko'nglini yashartadiganligini mundaq ifodalaydi: Qur'onning oyatlari Payg'ambar alayhisalomning hadis shariflarini o'qishdan burun bosh ustingga ahamiyat ber. Gul bog'chisidagi go'zal xush puroqlarni his qilolmasang, ayib gul bog'chisida emas, balki ko'ngling va burningda. Ular haqni tunish uchun Qur'onni fikr qilolmamdi, balki ularning dillarida qulub bor. Shunga ular tushunmaydi. Oyatning o'z ichiga olgan mazmuniga qaraganda Qur'on Karimni tushunish, his qilish va sirlarini bilish uchun saf bir qalbga ehtiyoj bor. Chunki Qur'on Karim sirini pokiz qalbga ochadi. Alloh taolo Qur'on Karimda mundaq deydi: ogohlantiruvchilardan bo'lishing uchun ishonchlik Jibril uni sening qalbingga elib tushdi. Qur'on Karimni sahoba kiramga o'xshash Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ko'ngil iqimidan o'qish kerak. Buningdan haqiqiy foydalanish bu shartlarga rioya qilish bilan munosabatlik. Bu haqda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq deydi: Alloh men orqali avatgan hidoyat ustiga mo'l yomg'ir yoqqan yerga o'xshaydi. Bu yerning bir parchasi suvni emib, ustida yop-yeshil o'tlar ungan munbat bir tuproqdir. Yana bir qismi Allohning bandalarini foydalantirish uchun suvni yig'ib, insonlarning ichimligi, hayvon, o'simliklarning sug'urilishi, tariqchilik va mo'l hosil elishini ta'minlaydi. Qolgan qismi hech bir narsaga yaramaydigan sho'rliq bir tuproq. Bu 3 xil aloyidlikka ega tuproqdan boshdagi ikkisi Allohning rasuli vositasi bilan avatilganligidan foydalanib, dinda mutaxassis bo'lgan va bilginki insonlarga o'rgatgan kishiga o'xshaydi. Uchinchisi atrofida bo'lib o'tgan narsalarga beshini ko'tiribmi qarabmi qo'ymagan va Alloh rasuli ilib kelgan hidoyatni qabul qilmagan kishiga o'xshaydi. O'limoning qalb zimini ilohiy ilm va hidoyat bilan to'lib toshgan hayot suralari bilan yashirib, barakatlik mo'l hosil beradi. Alloh taolo mundaq deydi: Alloh osmondan yomg'ir yog'dirdi. Yomg'ir suvi jilg'larda lip-miliq oqdi. Kalkun suv o'zining ustida ko'piklarni laylatib oqdi.
İbn Abbas bu oyatni mundaq izohlaydi. Oyatda deyilgan suv ilm, daryo qalbni ko'rsatadi. Qur'on Karimning eng buyuk mufassiri payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bo'lganligi uchun butkul hadis shariflar Qur'on Karimning tafsiri moyitida. Bu haqda Alloh taolo mundaq deydi: Sendan ilgari biz faqat erlarga vahiy nozil qilib, ularni payg'ambar qilib avatdiq. Ey Quraysh jamoasi, buni bilmasanglar, ilm ahllari, ya'ni Tavrat va Injilni bilguchilardan so'ranglar. Ularni ularning rostchiligini ko'rsatib beradigan dalillar va muqaddas kitoblar bilan avatdiq. Biz sana Qur'onni insonlarga tushargan shariatni bayon qilib bersin. Ular bu Qur'onni fikr qilib, uningdan vaz nasihat olsun deb nozil qildik. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan keyingilar orasida eng buyuk mufassirlar, ilmi bilan olim bo'lib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qalbiy hayotidan hissa olgan muttaqi bandalardir. Gunoh tufaylidan qardab ketgan qalblar Qur'on Karimdan bir narsa ololmaydi. Bu sababdan sharqshunoslarda zohiriy ilm bo'lib, qalbiy hayot bo'lmaganligi uchun Qur'on Karim bilan mashg'ul bo'lsa-mu, ularni hidoyatga erishtirib olmaydi. Alloh taolo mundaq deydi: Yer yuzida nohaq takabburlik qilganlarga mening oyatlarimni fahim qildirmayman. Ular barliq mo'jizlarni ko'rgandimi, uningga ishonmaydi. Ular agar to'g'ri yo'lni ko'rsa, uningda mangmaydi. Gumrohlik yo'lini ko'rsa, uningda mangadi. Bu shuning uchunki, ular bizning oyatlarimizni inkor qildi va uningdan g'ofil bo'ldi. Buning uchun ko'plagan oyat karimda zolimlar, kofirlar va fosiqlar uchun la yahdi deyilgan. Keng ma'noni o'z ichiga olgan bir qism qissalar davrimiz uchun bir ibrat va ogohlantirish g'oyasi bilan qo'lga olganimiz Qur'on Karim shunda qudratli bir kitobdir. Rabbimiz Qur'on Karimdagi ibrat, sirlar bilan to'lgan payg'ambarlarning hayotidan sabr, shukr, tavakkul, taslimiyat, marhamat, shafqat, muloyim va boshqalarni o'ylashdan iborat bu sifatlardan hissa elib bizni haqiqiy Alloh quli bo'lishiga nisb qilsin. Amin. Beg'ishlama. Koinotning o'ziga beg'ishlagan mavjudiyat nuri, faxri Odam va payg'ambar sallallohu alayhi vasallam boshda bo'lib butkul nabiylar va muttaqillar zanjirining ruhoniy oliylariga